qanaqa ayol kishiga uylanish kerak degan ko'rsatuv qilgandan keyin mana bu yerda rosa kommentariyalar kelibdi. Endi bularni ko'rsang, hammasi o'ylayaptiki, men xuddi aytgandirman, erkak kishi liderствосini berib yuborish kerak degandir. Men nima dedim? Ayol kishi aqlli bo'lsa, shunga uylangin dedim. Kim aytdi senga erkak kishi liderствосini berib yuborish kerak? Erkak kishi lider, erkak kishi oila boshi bo'lish kerak. Qanaqa qilib ayol kishiga boshchilikni berib qo'yadi? Kim aytdi sizga ayol kishini boshchiligini? Birinchidan bilib qo'ying. Ayol kishi aqlli bo'lsa, o'sha aqlini ham o'zini bekitadi. Sizni o'zingizni joyida qo'yib qo'yadi. Hech qanaqa sizni yer qilmaydi. Aqlli xotin qachon erini yer qiladi? Dunyo bo'yicha ham eng ko'p bo'ladigan holat erkaklar ayoli bilan yaqinlik qilganda bir hid sezsa, ya'ni sasagan balon hidi, ana bu bakterial vaginoz va shu garderellarning hisobiga ayollarda oqimtalar, hidlar, bezovtalik paydo bo'ladi. Yurakgacha sizga ta'sir qilib muammo keltirish mumkin. Bundan qanday qutulish kerak? Yo'li bor. Bu bittasi juda чувствительныйsi yuqori bo'lgan ayollarga, ikkinchisi выделениyalar yo'q qildirib beradigan fresh degan pashni yo'q qiladi. Mikroblarni rivojlanishi uchun, garderellarni ko'payib ketishi uchun bo'layotgan sharoitni yo'q qildirib beradigan vosita hisoblanadi. Doimiy ishlatganingizda sizda hech qanaqa ziyon keltirmaydi. Ikkilamchi mikroblarni rivojlanishini to'xtatadi. Yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Qayerdan men liderstvo degani gapni gapirdimmi? Oilani boshi hamma narsani qilaveradi, hech qanaqa problema yo'q. Aqlli ayol, lekin biladi shu erkak kishini qanaqa qilib ovchiligini, hissiyotlarini qo'zg'atishi, qanaqa bunga motivatsiya berish kerakligini, pul topish uchun motivatsiya berish kerakligini, biror bir ishlarni qilishiga, unga o'sha xayoliga yetkazdirib, o'sha narsani yetkazdirib beradi. Qanday qilib oilaviy muammolarni hal qilishligini o'rgatib beradi. Yaqinlariga qiladigan muomalalariga yordam beradi. Xo'p, ahmoq emas-ku, xotini gapirayotgan gapida mag'iz borligini bilgandan keyin albatta xotiniga inonib qoladi. Boshqa iloji yo'q. Agarda o'zi fikr qilib turgan narsa undan yaxshi fikr kelib qoladigan bo'lsa, qaysi birini tanlaymiz? Yaxshi yomon narsani farqiga boradigan odam albatta yaxshi narsani yaxshi bilib oladi. Men kaprizni, o'zi aqli yo'q, hech narsani tushunishni xohlamaydigan erkak deb gapirayotganim yo'q. Agar erkak kishi ozroq bo'lsa kelgusini o'ylaydigan o'sha erkak bo'ladigan bo'lsa, ayol kishini o'zi gap so'zidan darrov bilib oladi qanchalik donoligini. Endi erkak kishiga ham mana qizlarimizdan yozibdi, aka qanaqa erkak yaxshi bo'ladi? Men erkak kishinidan bitta xarakteri birinchi aytmoqchiman. Erkak kishi sizni yaxshi ko'rsin. Qanaqa erkakga erga tegish kerak degan savolga javob shu. Sizni yaxshi ko'radigan bo'lsa, hamma narsaga tayyor bo'ladi. Uni masalan sinamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, uchrashuvga chiqasiz, boshqa qilasiz. Ko'ring sizga qilayotgan e'tiborini, undan keyin eng asosiy narsa, agar sizni yaxshi ko'radigan erkak bo'ladigan bo'lsa, u hech qachon ziqna bo'lmaydi. Bilib oling. Men o'zi erkak kishilarda eng yomon ko'rgan narsa o'sha ziqnali. Ziqnali bu bolalaridan, xotinidan, onasidan, otasidan ayash bir narsani. Men shuni ziqnali deb bilaman. Erkak kishini doim ko'ngli ham, yuragi ham, qo'li ham ochiq bo'lishi kerak. Bu juda ham vazn oila uchun. Agar erkak kishini qo'li ochiq bo'lsa, u doim beradi va Alloh unga minchandon cheksiz qilib bu narsani yetkazib beradi. Mana shu ihson qiladiganlar ham, ibodat qiladiganlar ham hammasi
qancha ko'p bersa, uni Xudo ko'paytirib qaytib beradi. Aqli bor odam bunga ishonadi, qiladi. O'sha xulosa qilib aytmoqchimanki, bugun o'sha erkak kishi lider bo'lish kerak degan savol va qanaqa erkakga turmushga chiqishingiz kerak deganga rezume qilib aytadigan bo'lsak, sizni yaxshi ko'radigan, qo'li ochiq erkakga turmushga chiqing. Shunda inshaalloh bu oila ko'proq holatlarda doim yutib chiqishadi. Xayr, salomat bo'linglar.